Assalomu alaykum, keling. Yaxshimisizlar? Kecha men dorini sizlardan oluvdim. Adashtirib boshqa dori olib qo'yibman. Almashtirib berasizlarmi? Hurmatli mijoz, afsuski bu dorilarni qaytarib ololmaymiz. Bu qonunan mumkin emas. Nimaga olmaysizlar? Bitta dorilar ham ochilgani yo'q. Mana cheki ham turibdi mana. Boring boshlig'ingizni chaqiring. Hurmatli mijozlar, sotilgan dorilarni qaytarib olmasligimizning asosiy sababi dori vositasi iste'molchiga bir marta berilgach, ochilgan yoki ochilmaganidan qat'iy nazar tashqi muhit bilan aloqa qilgan hisoblanadi. Bu esa uning sirligi va xavfsizligiga kafolat yo'qligini anglatadi. Xaridor dorini uyida, transportda yoki boshqa joyda noto'g'ri harorat, namlik yoki yorug'lik ostida saqlagan bo'lishi mumkin. Bu esa dori sifatiga putur yetkazadi. Agar kimdir shunaqa dorini qaytarib kelsa-yu, biz sizga to'g'ri ish bo'ladimi? Yo'q, albatta. Shunday vaziyatlarni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2017-yil 6-aprel kuni dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Ushbu nizomga muvofiq dorixonalardan realizatsiya qilingan dori vositalari va tibbiy buyumlar almashtirilmaydi va qaytarilmaydi. Bu davlat tomonidan qabul qilingan qonun va buni buzadigan bo'lsak, bizga katta jarima va javobgarlik mavjud. Va eng asosiysi esa qaytarilgan dorilarni sizga yana sotish uchun biz vijdonimiz yo'l qo'ymaydi. Bu esa sog'ligingizga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Akmal Farm esa doimo sizning sog'ligingiz haqida qayg'uradi.